Hammaga salom olsun. Sizlar bu şey Marko va mening yangi videomga xush kelibsizlar obunachilar. Xullas, bugungi videomizda juda ham ajoyib bo'ldi. Agar esingizda bo'lsa, men mana shu uyda qurgandim o'zim uchun deb. Xullas, bugun sizlar bilan mana shu uyda qurilishini ikkinchi qismini olishda nima desam, davom ettiramiz obunachilar. Xullas, ichiga kiradigan bo'lsak, mana ko'rib turganlaringizdek bo'sh turibdi va bugun sizlar birlikda ishlab bajaramiz va mana shu uyda ichida ham ta'mirlab berishimiz kerak obunachilar. Xo'p, obunachilar, bizlar bu yerga birinchi nima qilamiz? Bu yerga sandiq, versak va birozgina bunaqa barglarni qo'yib, bilsa bo'ladi. Hozir tekstura yaratib beramiz obunachilar. Va bunday xarosh, bunday xarosh. Menimcha ajoyib va buni mana shunday qilamiz obunachilar. Mana shunday obunachilar. Oppa. Ay, jilursun. Oppa. Ajoyib. Bola to'xtinglar bola. Undan avval biza pastga bunaqa blokcha qo'yishimiz kerak. Chunki bari qoplab qoldi. Mana dedi xuddi ko'rib qoldi. Xo'p. Mana shunday. Ajoyib. Shunday. Oppa. Ajoyib. Va bunday. Ajoyib. Mana juda ham uyimizdan просто bomba chiqadi obunachilar. Shunchaki kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmaysizlar degan umiddaman obunachilar. Xo'p, xullas, uyning ichkarisiga keladigan desak, bola yana olgan narsalarni yo'q qo'yarpancha dursun. O'zi ham omadsiz bolalar. Ha, mayli. Va buni olamiz va yo'q bilan o'rnatmaymiz. Xullas, bunga bunday o'rtamiz. Bu chekaga versak va bu yerga sandiq, bu yerga ham sandiq o'rnatamiz. Bo'ldi, juda ham ajoyib. Va endi biza bunaqa blok oldim aytgancha va voy jilursin. Xo'sh, bolalar. Oppa, bunga qilsam yarasharmikan? Yoki bunday faqat burchakka qilib chiqsanchi. Bunday. Yo, bola. Mana tushmaykan bola. Qayda neto ko'rib qoldi. Xo'p, mana obunachilar, bizaga endi mana shu yerda bular kerak bo'ladi. Xo'p. Biza bir burchakka bunga sol qilamiz. Oppa. Va bolalar xadillik bu yoqda bo'ladi aytgancha. Va divan albatta bu yerda bo'ladi va mana bu esa yo'q, to'xtanglar. Oppa. Bo'ldi. Ajoyib. Bular hech qaysi bizga kerak emas endi. Xo'p, bizga parda kerak bo'ladi albatta obunachilar. Oppa demoqchi edim, oynani sindirib oldim, nurgul. Xo'p, unday. Oppa. Yo, bolalar tushmadi. Va bular endi bizga kerak emas. Xo'p, bizga endi bolalar gaz kerak. Bu kerak, rakvina kerak obunachilar. Bo'ldi bizga. Deyarli uncha narsa kerak emas va bizga bu yerga rakvina turadi. Bu yerga bitta gaz pechka va tepasiga duxovka. Ya'ni shunaqa narsa. Va endi pastga tushaversak, bizda bunaqa narsa. Buni davaydi qo'yamiz. Ajoyib. Va bo'ldi menimcha. Bo'ldi. Bu yerda hech narsa o'rnatish shart emas va bu yerda keladigan bo'lsak, mana bu ayiqni o'rnatib qo'ysak bo'ladi obunachilar.
Voy yo, O, mana. Bo'la, prosta ajoyib chiqdi. Endi bu yerga soat o'rnatamiz. Mana soat. Endi bunaqa narsa o'rnatamiz. Xullas, bu yerga voy. Nay. Voy. Opa va tepasiga uni o'rnatib qo'yamiz va prosta uyimizda prosta ajoyib ko'rinishda desak ham bo'ladi obunachilar. Xo'p, bu yerga bizga bitta vodorodchik kerak bo'ladi va bitta sumkacha dizayn uchun. Oppa va bu yerda bizga vodorod va bo'ldi bolalar. Bizani hozirchalik birinchi qismimiz tayyor. Hop, endi yotoqxonaga keladigan bo'lsak, obunachilar, yotoqxonaga mana shu yerda normal bitta divan tayyorlaymiz va oppa bo'ldi, ajoyib, bu yoq ajoyib bo'ldi. Bu yoqqa bunday o'rnatiladi bu va obunachilar, bu yoqqa shkaf eng pastida edi. Mana shunday, bu shkafda bitta, suvchkich bitta va yana bu yerga oyoq kiyim qo'ygichlar mana shu yerda bitta turishi kerak. Oppa. Bo'ldi, ajoyib. Va bu yerda esa stol qiladigan darsxona. Xo'p, mana va ana obunachilar. O'latib bo'lmaykan. Bu yerda bunday qilamiz. Bu yerga bu yoqqa turib olsin hozirchalik va o'rtaga sumka turadi va bu yerga lampochka o'rnatib chiqishimiz kerak. Oppa, topdik. Xarosh, bu havas yo'q qilamiz. Bizga bu kerak bo'ladi. Xarosh, oppa. Svetesa. Voy, ulavadimi? 1, 2, 3, 4. Va buni bu taxtani olamiz. Oppa qo'yamiz va ana havasi zo'r. Va endi bu xonaga ham o'rnatib chiqamiz. 1 yo'q, o'rnatib qo'ymaykan. 1, 2, 3, 4. Voy, Nurgul. Hammasini boshdan qilib chiqish kerak edi. Mayli, bo'la, ichga xotirjamlik. Oppa. Buni bitta qilamiz. Bitta. Va bu esa voy yo. Ulash ishi chiqib ketdi. Oppa. Ajoyib bo'ladi. Xo'p, bizga bo'ldi, meni uyim tayyor. Endi obunachilar. Xo'p, biza mana uyni ta'mirlab berishimiz kerak. Bitta qishloqqa do'stim, uyi prosta o'zimizning yotoqxonaga o'xshab, uni uyini ham chiroyli qilib berishimiz kerak obunachilar. Xo'sh. Bu yerga bu turadi. Xo'p, bu yerga bu stol, aloqagich esa oppa. Xarosh va endi bizga divan esa bu yerda turadi. 3 talik bo'lib, xarosh. Endi rakvina esa har yerda turadi. Va ajoyib, yerga qishki narsa turadi bu yerda. Va bizga yotoqxona kerak. Yotoqxona albatta bu yerda bo'ladi. Bu yerda mallasini o'rnatamiz chiroyli qilib. Va bizga gilamcha kerak bo'ladi albatta qizildan va bunday va sandiq kerak bo'ladi. Xo'p, xarosh, bu yerga bunday o'rnatamiz. Bu yerga bunday o'rnatamiz. Bu yerga ikkita sandiq va bu yerga ham ikkita sandiq va ajoyib va bunday o'rnatib chiqamiz.
va bu yerga ham obunachilar svet o'rnatib chiqsak bo'ldi. Uy biza deyarli nima desam tayyor bo'ladi. Xo'p, oppa. Keyin oppa topdim. Mana shunday o'rnatamiz. Yo'q, yo'g'iga bittasi. Qo'yib qo'yamiz, mayli, qishloq do'stim uchun. Okey, oy. Uzr bolalar. Bunday. Okey. Va buni esa ajoyib. Svet o'chib qo'yamiz va buni deb o'rnatamiz va yopamiz. Bo'ldi, obunachilar. Bu uyni ham ta'mirladik va bu uyni ham ta'mirladik. Juda ham ajoyib uylarimiz, qishlog'imizda bor. Qaranglar, qishlog'imizda qanday sarguzashtlar bo'lib ketdi. Yuhu! Bolalar, ko'rasizlarmi? Xullas, hammaga xayr bo'lsin. Sizlar bo'shaylik. Marko kanalga albatta obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmaysiz degan umiddaman. Hammaga xayr obunachilar. Sog' salomat bo'linglar.